Hamma content qiladiganlar content plan bilan ishlaymiz deydi. O'zi content plan qanaqa tuziladi? Content planni men sizga o'zim taklarimni qo'llaydigan usul tushuntirib qo'yaman. Birinchi o'rinda sohamga mos ekspertlarni yig'ib chiqaman. O'zim sohamda content qiladigan top 5 tadan 10 tagacha bo'lishi mumkin. Mutaxassislarni polin profilini yig'ib chiqaman. Bundan keyin ular profilidagi eng uchgan videolaridagi mavzularni referens tanlab olaman. Agar mabodo profil egalari bo'lmaydigan bo'lsa, Instagramni o'zini stranичкасidan poyst qismiga kirib, o'zimni sohamni ключевой so'zlarini yozib chiqaman. Shu orqali poyst qismini yozganimdan keyin top uchgan videolar chiqib keladi va minimum 100 mingtadan oshiq prosmotr olgan videoni ideyasini olib, o'zimga adaptatsiya qilsam bo'ladi. Har bitta keyword yozganda chiqqan listadan tashqari, ya'ni tanlab olishdan tashqari bilan saqlanib qilib qo'yaman. Shu joyga yana bitta bonus maslahat berib ketaman. Qarang, hamma keywordlaringizni ko'rganingizdan keyin o'sha Reels qismida videolarni ko'radigan bo'lsangiz, qidirganingizda chiqmagan sohangizga mos videolar Reels qismida chiqishni boshlaydi. O'sha chiqayotgan Reelslardan bemalol referensga tanlab olsangiz bo'ladi. Keyingi qadam, har bitta video strukturasini tuzayotganda huquqlarini har xil formatda qilish kerak. Bilmaydiganlar uchun huquqqa 3 xil turi bor. Agar video mingtadan oshiq like yig'adigan bo'lsa, keyingi videolar olib chiqaman. Huquqdan keyingi qism o'sha ssenariyni yozayotganingizda o'zingizni bilmingiz yoki ekspertiz bilimi bilan videoga qiymat qo'shib, mavzuni to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Oxirida CTA qo'yasiz. Xohlasangiz obuna bo'lishga, xohlasangiz share qilishga, xohlasangiz komment yozishga va hokazo. Bu qisqa struktura orqali bir oylik content planni bemalol yozsangiz bo'ladi. Shaxsiy brend, SNMga oid ma'lumotlar uchun profilimga obuna bo'lib qo'ying.